Senga nima bo'libdi? Uyingizni qori yorilib ketibdi. Tuzatsa bo'ladimi? Albatta tuzatsa bo'ladi. Necha kunda tuzatib olasiz? 2 haftada zog'i. Oki, unda men narsalarni bo'shatishim kerakmi? Bo'shatish kerak. Unda hozir bo'shataman bu narsalarni. Janob, shunchaki bu yerda kompyuter o'ynab o'tirgandim. To'satdan ana bu qor yorilib ketdi. Endi narsalarni olib olamiz hozir. Okey, bo'ldi. Kompyuter qolib ketmasin. Bo'ldi. Bu yerda kerakli narsam qolmadi. Uyni kalib kerak yo'q. Tak, bo'pti janob. 2 haftadan keyin ko'rishguncha. Xayr. Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Riyad. Ko'rib turganlaringda uyimni qor yorilib ketibdi. Uy ko'rishimiz kerak qayerdandir endi yoki merdan so'rab ko'rish kerak qayerda yashasak bo'ladi endi tushunarsan. Bu yerda kiraisiz uylarim yo'q. Qo'shnimning uyida turish eshigi ochiq ekan. Birovning uyida turmayman albatta. Mer o'tiribdi ana bu yerda. Janob mer, yaxshimisiz? Yaxshi, nima gaping bor edi? Sizga gapim bor edi, ana bu keraksiz uy yo'qmi qishloqda? Yo'q, nima edi? Mana eshitgan bo'lsangiz, uyimni qor yorilib ketdi. O'shaning uchun turan joyda yashab tursam bo'ladimi? Yo'q, uy yo'q edi. Uy qursa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi, mumkin emas. Jeno'rsin, endi qayerda yashab tursam ekan? Men qayerdan bilaman, o'zingga ommaing bor xalqi. Xo'p, mayli. Bo'lmadi. Jeno'rsin, hech qayerdan qursa bo'lmas ekan. Nimadir qilishimiz kerak. Hozir ideya o'ylash kerak. Tak, Jeno'rsin, qayerdan qursak? Nimadir qilish kerak bir haftacha. Tak, o'yla. Zo'r ideya keldi, obunachilar. Topdim. Ya'ni biz daraxtdan uy qursak bo'ladi-ku. Mana bu yerda daraxtlar ko'p, juda ham. Shu yerdan qursak ham bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Davay, let's go. Men kerakli narsalarni olib kela qolay. Hozir kelaman. Mana o'zimga kerakli narsalarni ham olib kelib oldim. Mana endi daraxt tanlashimiz kerak. Bu yerdan bo'lmaydi. Chunki mer ko'rib qolsa urishib berishi ham mumkin. Hozir topamiz qayerdan deb qurishni. Okay, let's go. Tak, qatdan qursa bo'ladi. Mana bu yerdan quramiz. Let's go baby. Tak, kepasini ochib olaydi. Endi narvonlarni qo'yib qo'ysak. Normal, endi ehtiyot bo'lib tepaga chiqib olaylik-da. Okay. What? Menga loy kerak ekanda. Hozir loyni olib turaylik-da. Jeno'rsin.
daraxtni ozgina kesish kerak ekanda. Ozgina kessa hech nima qilmas. Endi chotki qilamiz. Ehtiyot bo'lib yaxshi. Vata jenus. Tushdimi qo'limga yaxshi. Tak, buni mana bu yerga topa bu yerni yopib. Daraxtni ozginasini chopamiz, ya'ni normal to'xtalarda hozir chotki bo'lib ketdi уже. What the fuck, bunaqa bo'lmaslik kerak edi. Hozir daraxtni pastdan qo'ysak. Astaroq pastga tushib oldi. Endi tepaga chiqib ketsak bo'ladi. Nimagadir g'alati bo'lib qoldi-da bu yer. Tak, nimagadir qotyapti Minecraft. Bularni olib olayda birinchi. Hozir bularni pastga to'kib keyin tepaga olib chiqsak chotki bo'lib ketadi. Barchasini olib qo'yayda. Endi ehtiyot bo'lib pastga tushamiz. Ay, janursin oyoq. Chotki bo'lib ketadi keyin. Xo'p, mana obunachilar endi buni qurib chiqsak bo'ladi. Tak, bo'ldi. What the fuck, mana bunga yaqin. Mayli, buni olsaylaymiz. Kimga daraxtdagi uy qiziq bo'lsa albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki biz birga bo'lish kerak. Hozirda obunachilarimiz 40 ta juda kam. Shuning uchun 100 ta bo'lish kerak. Normalde bo'ldi. Hozir men buni qilib chiqsak, keyin ustini yopib chiqsa ham bo'ladi. Bitta qoldi o'zi, ostini oldi. Endi tepasini yopib chiqamiz tezda. Mana. Bu yerga. Tak, normalde. Yur. Tak. Biz endi devonni mana bu yerga joylashtiraylik. Mana bu yerga yaxshi. Endi mana bu oynadan bitta qo'yaylik-da. Bu yerga ham. Va bu yerga ham. Oxirgisi ikkitalik qilsak chotki bo'ladi. Yaxshi. Mana bu mebellarni joyiga qo'ysa endi chotki bo'ladi. Mana bu yerda tursa yaxshi turadi. Tak, endi kompyuter, ya'ni notebook, Wi-Fi'ni oldiga qo'ysak, shinamgina joy bo'ladi. Vat, mana bo'ldi. Endi mana bu yopsak, pastni ketadi yaxshi. Olin yaxshi obunachilarni. Tak, to'xtanglarda bitta versta kelsak. Sandiq ham kerak. Verstak nimani bu yerga? Uni daraxtga aylantirib olish. Bo'ldi endi hozir.
bitta chiqargan u. Bittani ham joyi bor, mana narsalarimizni keraksizlarni joylashtirib qo'yamiz va shotki bo'lib ketdi. Uyimiz ham normaldek ishinam chiqdi deb umid qilamiz. Ana obunachilar, uy yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'l, videoga like qo'yinglar. Sizlar bilan shariat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.